Ikkita qarayam ko'rinadi. Olib kelsa kerak. Amay. Ha, zakonu bilan nasib. Ha. Biza to'y qiziydi o'zi ana shu. Bobona chiqaroning tepaga, oldizga. Bobona. Ha? Bobona chiqaroning. Rais bu. Kesildi qani? Rais bu, ya shenaga bilan chiqmaylar. Ana beri chiqsa bo'ladi, sal bu yo'q. Ha, ana shak. Ko'pkari federatsiyasi raisimi yo'q. Ha. Ha, yugurtir. Xo'dingiz bu? Hayda, tezroq kel, tezroq kel. Vaqt ketibdi deng. O vaqt yetdi. Hayır 30 kilopda öyle bu. Ha? 30 kilopda 30. Bize şu bakar. Bir kalbek gidiyorsunuz babamın olasın. Uni abi shu qilish kerak edi. Kelinglar polvonlar mana Ko'pkari federatsiyasi raisi kelgan ekanlar. Shu bir fotolarni bersinlar. Polvonlar kelinglar, yaqinroq kelinglar. Ko'tarma bu yoqki. Ha, shu yo'qki. Kel shu yoqqa ko'tarma. Yaqinroq kelinglar, yaqinroq kelinglar. Takaga tegma, takaga. Kelinglar polvonlar. Rais bu keling. Siz 30 olib ketdilar o'sha. O rais bu chaqirdi. Eki. Shuni mashinaga bu bizni kepgacha bo'lib ketishdi. Tamam olmaydi ne? Tamam bayağı da bırak. Mana shu shapkali. Kattalar. Boraymiz. Saran. Yo'q. Bu kadar yaxshi satıyorsan. Rais bu keling. Bu. Mikrofonga keling. Endi borishi. Hali endi otlarga o'xshaydi. Mana mikrofon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'l azaytdan. Tumonlar choqma, hormang. Sog' salomatgina yuribsizmi? Assalomu alaykum. Yana bor edi. Alaysa. Yoshani o'rgatdi. To'yda katta kichik yo'q ko'rasiz. Bu yoshcha var. Bular qari bo'g'ri. Kera qo'yib bering. Buni qo'yja. Bular qilaveramizmi? Ha. Shunday qilamiz. Tak. Hali yana kelibdi o'tlar. Tekda kelayotgani kechga qolgani keladi. Ana bu bitta qari yoshini o'tiribdi. Endi yosh chavandozlar o'rgatamiz deyapti bular banda. Yosh tomonda Ayting rais bu yoshlarni o'rgatsinlar. Shunaqa mayda tuydan o'rganadi. Alla beraki. Kelinglar yaqinroq, kelinglar bu raqamni qilib. Bular kelinglar bular. Hayani tog'ajon. Ana bizni o'g'ayli. Mana, bosh. Mana. Ana eng yoshlari kelibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi hormanglar. Charchamanglar o'g'aylar. Haydi, haydi. Quror qani yagamiz? Ham shumaganda bu. Organ. Shuni bir mening. Assalomu alaykum. Bugun ajoyib ukalarimiz bir o'yin tashkil etdilar, otlarni o'rgatish, yoshlarni o'rgatish. Bilasizlar, G'ijduvonda endi birinchi tashkil bo'lyapti. Undan keyin endi Buxoroda endi ko'pirlar ochilyapti. Otlar endi bog'mondan chiqdi. Kech bog'lagan. Shu uchun ishlarga omad. Ko'p gapirishi kerak yo'q, 4-5 ta eski chavandozlar bor, bu kishi hamon yoshlar dedi. Bir o'nta yosh bolalar bor ekan. Shu yoshlarga yo'l beringlar. Katta chavandozlardan iltimos, yoshlarni o'rgatinglar, yoshlar o'rgansin ko'tarishni. Yoshlar kelajagimiz.
Nasip etse agar noyabr oyida katta bo'lib borib berdi 29da uni ham o'tkazamiz. Nasib etse agar aytdim ikkinchilariga nima qaror bozorda bo'ladi, bir katta bo'lib bor. Endi ko'p o'rnlar boshlanadi. Qaraylik chiroyli. Hammasi yaxshi bo'lsin. Sog'lomgina umidingizda sog'-salomat ishinglar. Xudo ishlarga baraka bersin, omad bersin, charchamanglar. Ana buni tashkil qilgan insonlarga katta rahmat yigit. İsmingiz Alijon. Ana bu kishinolarda Alijon Rossiya. Ana bu yerda Ahmadjon aka, Baxsh aka ana shunday tashkil qilibdilar. Rahmat ularga. Bir bugun chang bosdi bu shunday uy bu. Bu yoqqa ana o'zi bor, qaranglar 100 ta odam yo'q tomoshabin. Bu yoqqa kelmang. Sizdan iltimos, ana shu yerda turadi, namoz qator. Ana shu yerga kelib tashlab, shunday qaytarib o'tib ketinglar. Tushundingizmi? Adna o'tlar ishlarni qo'llaringizda. Mana buni endi bilasizlar, sizlarga ko'p gapirishni foydasi yo'q. Sizlarga omad, sog'lik, kuch-quvvat. Hamisha sog'-salomat bo'lib yuring. Ana bobomuz bor ekanlar, bitta bir duo qilsin sizlarga chiroyli. Rahmat sizga. Bir chiroyli duo qilib bering o'zi. Arvohlar yor bo'lsin, kasb-korlaringizga, umr-jonlaringizga Xudo barakani bersin. Hamma vaqt sog' bo'linglar, Xudo sizlarni panohiga asrasin. Amin. Allohu akbar, yaxshi bo'lsin. Bo'lsin. Rahmat. Orqaga o'ting, iltimos, Endi xulosa olinglar. orqaga o'ting. Chiroyli. Chiroyli bo'lsin. Yoshlarga yo'l beringlar, yoshlarga. Sizlardan iltimos, eski chavandosh. Qiziltepalik mehmonlar, iltimos yoshlarga yo'l beringlar. Sizlar bu katta uloqlarni chopib yuribsizlar. Yoshlar chopsin, yoshlar. Chiroyli bo'lsin. U Jasur Sagaytov unga bir qarasin, yaxshi olib kelay, yo'q shotdir, yo'q. Faqri yo'q. Ha baba. Bor darsxona olib kelayinni. Bera qo'ymadi-da, Qo'lilar bor. Ha, ketmacha yomon so'zladi ana. Yomon qiling tekda. Kim olib kelsa bir sarka deng. Kim olib kelsa agar ulovni bir sarka. Zeyn aka nimaga? Bilmayman, kelmadi-ku. Ikkita o't musa kerakmi deganlar. Madadagilar, Bo'lsa boshqa qilib Madadagilar. Achkelaydi. Beki. Sarkadan olib kel. Sarkadan olib kel. Echkidan olib kel. Olvonlar tortishmasa tortish, boshdan qo'yib kelinglar, o'yinga sevgilar. Chiroyli tomosha bo'lsin. Nechta bu? Qo'yman gapiraman, sizlarga qilaversin ichkariga. Sizlarga qilavering, sizlarga mikrofon qilavering, men chopiraman kerak bo'lsa. Bo'lsin. Borang ayting, o'sha yoshlarga qo'yib bering. O'zingiz qarang, nimasiga mikrofon javob bersiz. Tamom. Ana mototsikl, ana shu yerda. Ana mototsikl kim? Mahsudjon kim? Ana mototsiklchi. Hayda bir res ala o'zing. Hayda o'zing. Hayda olmayman men birondan. Hamda ushta yo'q. Ayni o'tiraveram, yo'qinglar tamom kim? Yo'qinglar. O'loqni olib ketinglar, balla. Chavandozlar bitta o'loq olib ket. Mototsiklchi qani mototsiklchi? Hozir keladi. Haykal jimishlar. Mayli. Jimish polvon, tez bo'ling. Shoshilmang, havasi yaxshi bo'ladi. Mayli, shoshilmang. O'zingiz piyoda aytib qo'ydingiz. Bo'lmasa ikkita qilinglar, ikkita. Bitta bu yoqqa, bitta bu yoqqa. Yoshlar bu yoqqa, qarilar bu yoqqa bo'lsin. Ikkita qil tamom. Ularga charchaysiz. Ofto'g'ri hissiyotni berib, oqlamaysiz qo'chadi. Kimga yalinasan? Ha, o'yinda o'tgan ikki tomon. Mana mototsikl tamom. O keling, boshliq. Usta terista o'tmasa ikki tomon. Minsin bir kishi orqasiga tamom. Hali o'sha Jimish polvon, orqasiga bining. Tayyorlovka qiling. Shu o'rtiringlarga nima ish chalma qilmang. Beki. Echkini olib kel, shu yerdan ber. hozir ana shu Ha? Shu yerdan. Ko'p Echkini olib kel.